Bugun mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan O'zbekiston 2030 strategiyasi jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab olayotgani bilan ham ahamiyatlidir. Ayniqsa sud huquq tizimini yanada mustahkamlashga qaratilgani bilan dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Strategiyada qonun ustuvorligini ta'minlash, sud tizimi mustaqilligini kuchaytirish hamda fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish asosiy ustuvor yo'nalishlar etib belgilangan. Bu jarayonda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi huzuridagi yoshlar parlamenti a'zolari ham faol ishtirok etib, sud huquq sohasini rivojlantirishga qaratilgan taklif va tashabbuslarni ilgari surmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yilda 158-son bilan tasdiqlangan O'zbekiston 2030 strategiyasidagi eng asosiy strategik yo'nalishlardan biri bu albatta sud huquq tizimi hisoblanadi va o'zi umuman olganda so'nggi 9 yillikdagi o'sha islohotlar zanjirini bir tahlil qiladigan bo'lsak, u yerdagi bir ajralmas tugunlardan biri doimiy ravishda aynan sud huquq tizimi bo'lib kelgan. Chunki mana 2017-yildan boshlagan islohotlarimizni umumiy jihatini oladigan bo'lsak, nima uchun sud huquq tizimi asosiy bir aspekt sifatida olinyapti? Chunki fuqarolarimiz, vatandoshlarimiz sud huquq tizimiga ishonmasa, mamlakatdagi adolatga ishonmasa, biror bir imkoniyatdan foydalanishga harakat ham qilmaydi va qo'shimchasiga xorijdan keladigan investitsiyalar masalasi, xorijiy hamkorlarimiz bilan xalqaro huquqning to'laqonli subyektlari bo'lgan davlatlar bilan hamkorligimizni yo'lga qo'yilish masalasida ham aynan ular bizda qaysidir bir subyektlar tomonidan taqdim qilinayotgan deylik subyektlarga emas, balkim sud huquq tizimidagi adolatga va qonunchilikdagi nazarda tutilgan imkoniyatlarga ko'proq urg'u berishadi. Va mana shu deylik yuqorida aytganimizdek islohotlar zanjirimizni bir ajralmas tuguni sifatida 2023-yilda biz konstitutsiyamizga o'zgartirish kiritganimizda ham sud hokimiyatini to'laqonli mustaqil organ sifatida e'tirof etdik va ularning faoliyatiga aralashuv shu O'zbekiston Respublikasining tegishli qonunchilik hujjatlari bilan tegishli tartibda huquqiy oqibatlar keltirib chiqarilishini biz aynan ushbu konstitutsiyamizda ham bevosita kiritib o'tdik. Shu islohotlarning davomi sifatida qabul qilingan aynan O'zbekiston 2030 strategiyasidagi asosiy dasturlarimizdagi asosiy bandlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak ham, o'sha taxminan 54 va 56 bandlari bevosita sud hokimiyatini to'la isloh qilishga qaratilgan. Bunda dunyoviy tendensiyalar ham unutilmagan holatda ushbu bandlar shakllantirilgan. Misol uchun 54 bandni oladigan bo'lsak, sudlarning faoliyatini to'la raqamlashtirish, ularning faoliyatida inson omilini kamaytirish orqali korrupsion holatlarga yo'l qo'ymaslik masalasi ham bevosita ilgari surilgan. Ya'ni bilamizki, so'nggi yillarda biz raqamli hukumatni shakllantirish asnosida aynan mamlakatdagi davlat tomonidan ko'rsatilgan xizmatlarni raqamlashtirish masalasiga ko'proq e'tibor berdik va bu yerda o'sha inson omilini minimallashtirish aynan sud hokimiyati tizimida ham nazarda tutilgan va aynan ushbu bandning ijrosini ta'minlash maqsadida mana bugungi kungacha bir qator saytlar yo'lga qo'yildi. Bularning orasida o'sha My Public Sud saytlarini olishimiz mumkin yoki My Sud saytlarini olishimiz mumkin. Endi ushbu saytlar orqali fuqarolarimiz strategiyamizda belgilangan o'sha murojaatlarning 50%ni raqamli shaklda berilish masalasida, ya'ni aynan ushbu band ijrosini ta'minlash maqsadida aynan shu ishlar amalga oshirildi bugungi kungacha.